Assalomu alaykum do'stlar. Mana challengening ikkinchi kuni va meni qilishim kerak bo'lgan ish hozir uyquni tartibga qo'yish, ya'ni erta uxlab, erta turish va yaxshi bugun ham 5 da turdim va umuman olganda challenge'ni boshidan ko'p narsa qilib tashlash, ya'ni har kuni 10 soat dars qilish, bunaqa narsalarni plan qo'ymagandim. Chunki bu narsani qilish orqali tezda zerikib qolish va agar bilsangiz, iroda kuchi ham bu tugaydigan resurs va uni ortiqcha ishlatish sizni ortiqcha burnoutga olib kelishi mumkin. Va shuning uchun birinchi qilishim kerak bo'lgan ish bu uyquni tartibga qo'yish va ertalab ozgina dars qilish. Mana shu odatni shakllantirib, keyin asta-sekinlik bilan yana qo'shimcha narsalar qo'shib borish. Mana shu reja. Va bugun ham erta turdim va keyingi darslarimizni universitetga borgandan so'ng davom ettiramiz.